Ko'pchilik ota-onalar shunday savol beradi: bola tarbiyasi uchun qaysi yoshlar eng muhim yosh davri hisoblanadi degan savolni berishadi. Bunga o'zim tajribamdan kelib chiqib shunday javob bergan bo'lardim. Chaqaloqligidan 7 yoshgacha bo'lgan davr bolani tarbiyasi uchun eng muhim davr hisoblanadi. Bunda bola tabiatni, atrofdagilarni birinchi marta kuzatayotgan bo'ladi. Ular haqidagi birinchi ilk taassurotlari shakllangan bo'ladi. Nima mumkin, nima mumkin emas degan tushunchalar endi paydo bo'lgan bo'ladi. Ya'ni tarbiyani fundamenti o'sha yoshlarda qo'yiladi. Yana ham to'liqroq tushuntiradigan bo'lsam, chaqaloqlikdan 3 yoshgacha bo'lgan davri bu mehr va ishonch davri hisoblanadi. Bola sizni quchoqlaganda mehrni his qiladi va sizning quchog'ingiz va atrofi, ya'ni dunyo u uchun xavfsiz ekanligini his qiladi. 3-5 yosh davri, bu 3-5 yosh davri taqlid va kuzatish davri hisoblanadi. Bu yosh oralig'ida bolajonlar ota-onasini kuzatadi, unga taqlid qiladi, ya'ni siz qanday bo'lsangiz o'zini shunday tutadi va shunday tasavvur qiladi. Kelajagida, ya'ni sizday bo'lishga harakat o'sha davrdan boshlanadi. 5-7 yosh eng muhim yosh hisoblanadi. Bunda axloq hamda qadriyatlar shakllanadigan davr hisoblanadi. Yaxshi, yomon, mehr, hurmat kabi tushunchalar aynan shu yosh davrida shakllanadi. Shunday ekan, ota-onalar bolalikni shunchaki bir davr deb emas, tarbiyaning asosiy fundament davri, eng muhim davri deb qaralsa to'g'ri bo'lardi. Chunki mana shu yosh davrida, ya'ni chaqaloqlikdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda biz bolaga nima bersak, u kelajakda o'shani ko'rsatib beradi.